Assalomu alaykum Maftuna, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Kayfiyatlaringiz qanaqa? A'lo darajada to'g'risi. O'zbekiston havo yo'llariga ishga qabul qilindim. Hissiyotlarim tasvirlab bera olmayman to'g'risi. Juda ham kutgandim. Boshda o'zim hujjat topshirib ko'rganman-da. Hujjat topshirib ko'rganimda to'g'risi javob kelmadi. Keyin Iroda opaga yozdim. Iroda opaga yozganimdan keyin yana hujjat topshirish boshlandi. Boshqatadan tekshirib berdilar. Hammasini puxta tayyorgarlik qilib, dokumentlarimni alohida tekshirib, o'zlari elektron pochtadan ham tekshirib berdilar to'g'risi. Keyin men uni Uzairwaysga jo'natdim, O'zbekiston havo yo'llariga jo'natdim. Bir tasodifiy kunda menga qo'ng'iroq keldi, to'g'risi umuman kutmagandim. Sizni suhbatga chaqirmoqmiz degan qo'ng'iroq keldi. Men suhbatga bordim. Ajoyib savollar berishdi. Alhamdulillah savollardan ham o'tib oldim. Ishga qabul qilindim shunaqa qilib. Kursda o'qish juda katta foydasi bor. Nimaga? Men o'zim ham topshirib ko'rganman dokument. Qanaqa xatoliklar borligini o'zlari tekshirib berdilar. Men shuni rasmga tushganimda ham oddiy tushganman. Ular qanaqa chiroyli rasmga tushish, qanaqa chiroyli makiyaj qilishlarini ham o'rgatib turdilar-da. Shunaqa yordamlar bilan kirib ketib oldim. Har bitta narsani puxta o'rganib chiqib, ular baribir haqqoniy tanlab olishadi-da o'ziga. O'zbekiston havo yo'llari osonlikcha kirish oson emas ekanda, to'g'risi. Savollari ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, shunaqalarga yordam berib turdilar. O'zbekiston havo yo'llari kurslarida o'qiganman. 10, конечно. Chunki hamma narsaga yordam berib turmaganlarda men bilmadim qanaqa qilib kirardim. Maslahatim, bitta qilib ko'rganingizdan keyin o'xshamadimi, to'xtatmasdan doim harakatda davom eting. Men chunki boshda ikkilanib ham qoldim-da, lekin Xudoyimga shukr, o'sha harakat qilganimdan orqasidan o'sha qo'ng'iroq baribir keladi. Kutish kerak, qilish kerak, to'xtamaslik kerak. Juda katta, chunki men ilgaridan o'zi Instagramdan kuzatib yurardim. Ko'p shu yerda esalarni ko'rganman, lekin bularni o'sha o'qitayotgan sistemalari juda ajoyib, puxta o'rgatiladi hamma narsa. Shu akademiyaga kiring, o'qing va ishga qabul qilining.